Damas mashinasiga signal uстановка qilinyotdi hozir. Shuni qanaqa bo'lanishini tushuntirib o'tib ketaman. Bunga обязательно relay qo'yish kerak. 85-86 noshkamizni управление заводской signalga kelayotgan simini ulab yuboriladi. Bu yoqda signaldan kelayotgan sim bittasi bu yoqda massaga, ikkinchisi relayni выходga yo'lanadi. Mana bittasi выход, mana bittasi massa. Keyin bitta o'zi bitta yetim plus bor. 30-noshkamizni постоянный plusga, 87-noshkamizni signalga chiqib ketish bo'lyapti. Simlarni endi akkuratni o'rab yuboriladi. O'zi buni simlarni ulash unaqa mashaqqatli ish yo'q-da. Hamma mashaqqat mana shu simlarni akkuratni o'tkazib olishda. Bu ham bitta san'at. Chiroyli qilib uстановка qilish. Qo'ldan kelgancha akkuratni qilib uстановка qilib berdik okalar.